9 yıl ötütkan yoldaşım sağlam bilen aşınıp aldı. Yaxşımsızlar dostlar, ben hikaye eksemez, ben faqat bayan qilib aytchi. Ben kichik bir nayit cho'ng bo'lgan qiz. Kichikimdan oila sharoitimiz taz yaxshi emas edi. Esini bilsam, opam, ocham uchimiz bir-birimizga hamroh bo'lib yashaydik. Asli mening dadam bor ekan, yana ikki akam bor ekan. Biroq bir qitimliq qatnash vaqasida dadam bilan ikki akam bir aqlam ketib qolgan ekan. Shundan keyin opam, ocham ikkimizni qator qo'shib cho'ng qilib, ocham men to'liqsiz o'qiyotgan vaqtimda to'y qilib baliq bo'lgan. Gerçi aile şaraitimiz taz yaxşı olmasa, becar opam meni çoxum o'qitma, oliy maktablarda o'qitma, o'qitolgan yerimgacha o'qitma deb mening o'qishimga shunchalik ko'ngil bo'lgan. Chunki men maktabda pek yaxshi o'qitdim. Men kichik vaqtlarimda boshqa qizlarga o'xshash undaq chiroyli kiyimlarni kiyib baxmagan. Undaq yaxshi yerlarga berib baxmagan. Oxiri orzuyimdagidek tirishchiligimga tayinib, Urumchidagi davlat oliy maktabga o'tdim. Oliy maktabga kelgandan keyin bu notni shaharda mening hech qanday tanishim yo'q, bir do'stim yo'q. Men bir yattaq ish qiz bilan shunday yaxshi o'tdim. Gapimizni bir yerdan chiqardi. O qizning o'g'inishi pek yaxshi edi. Ikkimiz birga kitobxonlarga baratdik, kutubxonlarga kiratdik, tang o'g'inish qilatdik. Aralıqda ba'zi shanba kunlari uydagilarning tamqini yegan gap qolganda, maktabning tamqidim zerik kelsa, bizning uyga boraylik deb necha qitim uyga oladi. Shu aralıqda bir qitim uyga borsam, Navraksninki bu qizning uyiga kelgan vaqt ekan. Navraksi meni bir ko'rib yaxshi ko'rib qopti. Shuning bilan singlis orqali meni qattiq izlashga boshladi. Meni shunday qo'g'lashdi. Bu vaqtda bu Navraksi Alloburun xizmatga chiqib, xizmatlarim xil utqasini bo'lgan vaqt ekan. Men şu maktabgacha bir o'g'il bilan muhabbatlash baxmagan. Hech qanday o'g'il bilan meni qo'g'lashim baxmagan. Kiyimlarim jul-jul, o'zim yasashni bilmaydigan bo'lg'achqa, uning bütün diqqatim o'g'nish bo'lg'achqa, hech qanday o'g'illarning nazariga tushmaydi. Oliy maktab kelib, 18 yoshga kirib, chiroylarim bag'an sir ichilib, boshqa qizlarning yasamini qarab, charchlarini tarab, kiyimlarini pok siratli kiygachgimi, aqsiq chiroyli ko'rinib qoldi men. Bu aksi men hayotimda anglab baxmagan shirin shekar gaplar bilan meni keltirib oldi. Men bir baxmagan yerlarga bordi, men yeb baxmagan tomoqlarni men atpadi, men kiyib baxmagan kiyimlarni men atpadi. Nimisinday? Men jahon ko'rib baxmagan qiz. Shunda qishlarga aldanib ketdim. Yaxshi ko'rib qoldim. Shuning bilan aqsham muhabbatlashib boshladim. Bu qizmi o'zining navraksam muhabbatlashib qolganligimdan bek xo'shaldi. Nima ish qilganimni bilmayman. Men shunda bir oddiy bir qizg'u, oila sharoitim shunchalik nachar, o'zim shunchalik oddiy. Lekin o'g'il do'stimning ota-onasi misiyada idoralarda boshliq bo'lgan, oilasining chegimi shunda ching odam ekan. Mendek bir oddiy qizning nari yoqtirib qolganligini faqat bilmaydim. Shundaq muhabbatning ishtiyoqida kuyib yurayotgan chig'imda oliy maktabdan 2-yilga chiqdim. Bir kuni o'g'il do'stim tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Men hech qanday yerini topolmadim. Tilsimdan aloqa qilishamadim. Navrisangizdan so'radim. Desam, Navrisangning birdan turib ketgan ekan. Sen bu gapni qanday deyishini bilmayapman. Bizningki uydagilarningki sirtda qilgan azroq savdimiz batdi, jiddiy bo'lmas bo'lmaydigan ish chiqib qoldi. Boshqa odamlar bo'lmag'achqa, shu bir akam bo'lg'achqa, boshqa o'g'illar tek kichik bilsa, akam shu ishni bir taraf qilib ketdi. Endi u taraflar ketsa, bizdan telefon aloqalashib qilib bo'lmaydi ekan. Asli sen deb qo'yib, sen bilan xo'shlashmoqchi. Sen bilan xo'shlashishning azobiga chidab bo'lmay qoldi ekanman. Sen yetkazib qo'ygin deb ketib qoldi dedi. Men bu gapga ishondim. Sakladım. Qanchalik vaqtdan keyin keldi desam, 7-8 oydan keyin uzun bo'lib ketib, bir yil qolmay qaytib keldi dedi. Men shunday saqladim. Kunlarim zerikishlik ichida, maktabga chiqaman, darsga chiqaman, yataqqa kiraman. Tamoq emas. Dars kallamga tushmaydi. O'ruqlab bir ter bir ustida bo'lib qoldim. Sig'inish o jinimdan bu jinimga o'tib ketdi. Uni oldida gerçekimiz muhabbatlashyotgan bo'lsak-mu, men buni faqat uchiqtira olmaydim. Meni aldab ketishdan qo'rqaydim. Lekin bu menga hech qanday qiliqsiz qilib baxmagan. Meni shunchalik hurmatlaydi, shunchalik asraydi. Mana shunday saqlab, dal 9 oydan keyin o'g'il do'stim paydo bo'lib keldi. Men baxo'sh bo'lib ketdim. Burun uning qilgan so'q muomalarimni o'zgartirishni qaror qildim. Uningga ichimdan chiqarib, uni ichimdan yaxshi ko'rdim. Biz shunday qizg'in muhabbatlashdik. Muhabbatimizni bilgan hamma odam bizga havas qiladi. Mening atrofimdagilarmi sening behtaling keldi, mush cho'ng shahriga kelib, shunchalik kichik noyidan kelib, shunda bir oddiy oiladan kelib, mushundaq bir bolani keltirib olding deb hatto ba'zilar hasad qiladi. O'zimning baxtimdan o'zim qizg'anib qoldim. Oliy maktab bitirib bo'lguncha o'g'il do'stim menga cheknashgan hech qanday talabni qo'yib baxmadi. Men bu tarafida intan xo'shaldim. Men sizni xotin qilib uyga kirgan kuni, aningdan sizga chiqilman deydi. Men bundan o'g'il do'stimningki qanchalik axloq fazilatli ishkanligini demisam bildinglar axtana. Men ham shundaqdim. Biz shundaq pap muhabbatlashib, men dashuni butagan yilnimla ikkimizning to'yi bo'ldi. To'yimni shunchalik qattiq qildi. Shiroq noyidin kelgan tuqqanlarimmi bizning to'yimizni ko'rib hayron qoldi. Baxtli ko'psa, baxtimni tepibsa, boy oila tegibsa deb. Bizda shunda bir xato qarash bor. Boy odamga tegib olsam baxtli bo'ldi deb o'yladim. Lekin men shunday o'ylaydim. Mening yo'ldoshim ham boy, ham fazilatli, ham meni yaxshi ko'rdi deb o'ylaydim.
buninggacha shu bir tijoratning ishi bilan ketgan peti xizmatni tashlab bu tijorat yo'liga mangdi. Tijoratda shunchalik utuq qozondi. Aqlli o'qigani nima emasmi? Nima qiziqtira oladi? To'yimiz bo'lgandan keyin tezla bo'yimda qoldi. Shuning bilan yo'ldashim menga "Xotin, uyda baliq yaxshi qarab, balni yaxshi tarbiyalagan. Sen bir o'qimishli ayol. Tarbiyani balığı bergen, xizmat bilan bek aldirashib ketsa, uyga kelsang yerib ketsa, mening ishlarim yaxshi. Degashga, men buningdan keyin buning tegib nima kunlarni ko'rdiganligimni bilmagashga, ma'qul deb xizmatimni tashladim. Qo'sqimda 7 oylik bo'lgan chaqda men do'stlarim bilan bir choyga berib qoldim. Bu choyda bir kona do'stimninki bir do'stini boshlab ketdi. Shu yerda o'tirib, biz endi hammamiz to'y qilib bo'lgan qizlar. Bizning aramizda yo'ldoshimizning gapi, bolamizning gapi, qiynab-qiynabimizning gapi bo'ladi. Men shu yerda shunday faxrlanib o'tirib so'zdim. Do'stim boshlab kelgan shu qiz meni ajatxonga birga chiqib kiraylik dedi. Ma'qul deb birga chiqdim. Nima dedi bilamsizlar? Bu qiz yo'ldoshimning mendan burun tushgan matiga. Oliy maktabda men meni yangi qo'g'lashayotgan chaqda mush qizlar mobil chatgan ketdi. Yo'ldoshim bir yil yo'qolib ketdi, 9 oy yo'qolib ketgan bilasizlar. Mush qizga chiqilman deb bu qiz qarshilik bildirib, maqsadiga yetmay shapkilik akashlar tutib akitib 9 oy mo'miyab o'zgartirib chiqqan ekan. Buni menga